Mashinalar zakaz qilganmiz, uni ham jo'natamiz. Bundan tashqari bitta laboni test drive qilib, yuklab, hamma savollarga ruli g'ichirlaydimi, yana dvornik ishlaydimi? Mana suv sepishi, mana suv qanaqa sepadi? Mana borib kelishi. Bort razmerlari 1.60 ga 1.10 hisoblanadi. Motosiklimizning narxi 20. Gruntovka yo'llarda qanaqa harakatlanadi ana. 10 xalta basing, 10 xalta. On bo'ldimi? Yo'q. Bir aylanib kelamiz. Bir aylanib kelib, yana ustiga gruz bosamiz. Yannayapki? Bo'ng bo'ladi. Ekrandan rasmga tushirib berik, shuni. Davron yuklashmi? Hop. Hadi 20. 20 kiloga ko'rishingiz mumkin, resorimiz qonuniy javob beradi. 20 qopqa 1 tonna. Endi nima bo'lar ekan? Oh. Mana podiumga ham bemalol, tormozlarni ham bemalol, 1 tonna tormozni ham bemalol ushlaydi, chunki 4 ag'alar qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildik. Xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Like, komment bosishni unutmang. Assalomu alaykum ag'alar. Boshlagan kuningiz xayrli, barakali bo'lsin. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Kommentariyada yozilgan javoblarga, savollarga javob beramiz hamda xudo xolasa bugungi savdolarimiz haqida aytib o'tamiz. Xudo xolasa bitta labomiz mokriymi? Oq rangdagi bitta labomiz Buxoro viloyatidan onlayn savdo bo'ldi. Hozir mashinalar zakaz qilganmiz, uni ham jo'natamiz. Bundan tashqari bitta laboni test drive qilib, yuklab, hamma savollarga ruli g'ichirlaydimi, yana dvornik ishlaydimi, yana bir qator kommentariyalarga javob berishga harakat qilamiz. Marhamat, videolarimizni boshladik. Labomiz haqida aytib o'tsak, led faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin, led faralar. Qo'shimcha pavorotniklar bor, damas bakovoylar qo'yilgan, ayna suv sepkichlari bor. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. Xudo xolasa dvornikning ishlashini tushun, dvornikning. Mana suv sepishi, mana suv qanaqa sepadi? Mana borib kelishi. Suvni mana ustundan tushirib berik, Husniddin. Üstünden mana suvni sepgan. Suvni sepib, ustidan sepib, keyin harakatlanadi. Qo'ldan kelgancha mukammallashtirishga harakat qilganmiz. Salon qismina keladigan bo'lsak, salonda BYD sidinkalar qo'yilgan, rullar o'zgartirilgan, avtomat korobka, bundan tashqari ventilyatsiya, bunda mana suvlarni sepadi, suvni soladigan idishlargacha bu yoqlariga chiqarib mukammallashtirganmiz. Chunki O'zbekiston sharoitida dehqon xo'jaligida foydalangandan keyin boshqacha qulaylik yaratish maqsadida bularni qilganmiz. Bundan tashqari lyuklar bor. Bort razmerlari 1.60 ga 1.10 hisoblanadi. Motosiklimizning narxi 25 million so'm, labochamizning narxi 25 million so'm. Buning ichiga nimalar kiradi? Buning ichine bepul dostavka, O'zbekiston bo'ylab bepul dostavkamiz bor. Kafolatlari bor. Bundan tashqari servis xizmatlari ham kiradi. Ag'alar, to'g'ri mahsulotingiz qimmat deyishingiz mumkin, lekin shunga yarasha sizga mahsulot beramiz, shunga yarasha sizga xizmat ko'rsatamiz. Keyinida ham dalnishim xizmatlari bor. Agar u xizmatlar kerak emas desangiz, bemalol savdolashib narxini kelishsak bo'ladi. Demak, ketdik, test drive'ni boshlaymiz. Xudo xolasa qo'shni zdaniyamizda keng o'tir. Qo'shni zdaniyamizda bizni nimalarimiz bor. Tak. Ro'shnik tushirilgan, ro'shniklarimiz tushirilgan. Ketdik.
g'ichirlaydimi debdi. Mana hech qanaqa rul g'ichirlamaydi. Prosta ustalarimiz bilmay yurgan ekan. Rulni moylaganda xato moylab yurgan ekan. Buni alohida ishlab, o'rganib, tekshirganmiz. Shundan keyin hamma nimalarimiz qolgan. Xudo xolasa mana ko'rishimiz mumkin. Zdaniyalarimizni aylanib bemalol. Muroyini tortishi yomon emas. Orqaga, oldinga bemalol harakatlanadi. Endi xudo xolasa sementni yuklashga boramiz. Svarka seximizni ishga tushirish jarayoni ketyapti. Unumli foydalanishga harakat qildik, xudo xolasa. Buni ventilyatorlarni ishlatib qo'yib buni. Ya Allah. Hoppa. Gruntovka yo'llarda qanaqa harakatlanadi mana. Qurilishning ichiga kiramiz. Bakoylar ham chotki ko'rinar ekan. Orqani bemalol ko'rsatadi. Xudo xolasa mana qurilishimizga yetib keldik. Sementlarni sanab, yuklab o'z manzilini olib boramiz. Tak, ruchniklar tartib. Xudo xolasa 10 xalta bas, 10 xalta. Andicha basmadida, bo'lmadi. Orambek Matizingni aydakdi. Ha? Matizingni aydakdi. Eldinda Husniddinni mindirib berasan. Tak. 3 xalta. Tak, 50 kilogram qoplarimiz har bittasi. Endi sement hamma biladi. Plus minus 51 shunda ham chiqishi mumkin. 5. On bo'ldimi? Yo'q. Endi xudo xolasa yuk bosgandan keyin alohida jihati bor. Ponijni tartib, keyin harakatlanish kerak. Shu joyini alohida e'tiborga olib qo'yishingizni so'raymiz. Ponijni skorosti tartgandan keyin yukni bemalol tartadi va akkumulyatorga umuman zarar bermasdan harakatlanadi. Xudo xolasa ketdik. Ya Allah. Janvar yuk bosilgandan keyin sekin toshbaqada harakatlanishni boshladi mana. Xudo xolasa bir aylanib kelamiz. Bir aylanib kelib yana ustiga gruz bosamiz.
Nasib qilsa. Operator janoblar uchun endi Matiz olib keldik, Matiz. To'liq sizlarga endi obunachilarimizga to'liq ko'rsatish uchun bu videoni olib mototsiklimiz, labochamiz A1 kategoriyada harakatlanadi, 50 km tezlikgacha A1 kategoriyada harakatlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bemalol, sekin. Faqat bitta no degan joyi bor. Bu endi elektronniy bo'lgandan keyin yukni bosganingizdan keyin sekin harakatlanadi. No, lekin bu ham bo'ladi. O'z manziliga tez harakatlanib yetadi, xudo xolasa, nasib etsa. Ağalar endi A1 kategoriya qanaqa desangiz, A1 kategoriya uchun o'qish shart emas. O'qish kerak emas. Uning uchun borasiz, testni pulini to'lab, test topshirasiz. 20 ta savoldan 16 tasiga javob bersangiz, to'liq bemalol A1 kategoriya sizga bosib beradi. Prava uchun o'qish talab qilinmaydi A1 kategoriya uchun. Mana labochamiz o'zini erkin tutmoqda, xudo xolasa bir aylanib kelamiz, yana ustiga yuk bosib ko'ramiz. Yana necha qap sement bo'lsa, shuni bosib ko'ramiz. Lekin tortishlari yomon emas. Kuchi yomon emas. Bemalol mana 500 kg uchun mo'ljallangan 500 kg ni o'ynab qilib bemalol tortyapti. Ağalar endi xudo xolasa shu videomiz 1000 ta like jiynasa, siz uchun to'liq 500 kg yuk bilan necha kilometr harakatlanish uchun video olib beramiz. Yuk bilan hech kim O'zbekistonda video olmagan. Shu videoni olishga harakat qilamiz. Mana gruntovka yo'llar bemalol harakatlanyapmiz. Labochamiz xudo xolasa xalq kutganidek ishonchni oqlayapti. Xudo xolasa yomon emas. Bu tepada ventilyatorni kullerini ishlatib qo'yganmiz. Shamol berishi yomon emas. Skvoznak bo'ladi ekan. Bu yoqni ham oynasini ochib qo'y hozirroq. Hoppa. Vo. Skvoznak yomon emas. Pul topaman deysizmi, harakat qilaman deysizmi, bemalol mana ko'rishingiz mumkin, bemalol harakatlansa bo'ladi. Xudo xolasa где-то yurayapmiz, mana hali bitta ham zaryad tashlagani yo'q. Xudo xolasa uy oltirmasdan bemalol 60 kilometrdan 80 kilometrgacha yo'l bosyapti deyapti. Olgan klientlarimiz 80 kilometr yuryapman, normalniy chiqdi deyapti. Xudo xolasa uy oltirmasdan yana davom qilamiz. Nasib bo'lsa harakatda davom etamiz. Gruntovka yo'llarda o'zini tutish yomon emas. 500 kg yuk bilan bemalol harakatlanadi. Endi hozir yana ustiga maksimal yuk bosishga harakat qilib ko'ramiz. Yana yuk ustini to'ldiramiz. Yukni borib kelishi qiziqchilar ekan, endi borib kelib, lekin sal yuk uchun
Ana bo'lar ekan, naqlaylik. Ovoz chiqar ekan. Xudo xolasa yana hozir Laboda 1 tonna yuk keldi, qarang. Hozir shuning yanına borib, yana ustini bizlar ham 1 tonna yuk to'ldiramiz nasib bo'lsa. Tek lavo bilan solishtirib ham yuboraveramiz endi namesda joyinda. İçinde yük tushirverding mi? Yanına hepki? Hepki yanına. Lavonun ukesini. Furanın aqtığı lavonun ukesi bu. Yanına hepki mi nege? Tushirmay qo'ysin, içine yuklayveramiz hepki. Yaxshi kelsan, zvezda qilaman seni. YouTube'ga chiqaraman, YouTube'ga. Yanına hep kelib qo'y. Ene, bo'ng bo'ladi. Ekrandan rasmga tushiraverik shu turishini. Chiroyli qilibdi. Ukajon qalay? Qarma. Ammo sechsimi? Ishlar yaxshimi? Mana ko'rishimiz mumkin, Labo bilan bo'ylari pashti teng ekan. Faqat yeni, endi buning yeni 1.10 hisoblanadi. Laboniki 1.30 barcha. Adashmasam. Laboning ukasi bu. Balonlarning turishini qarang aka endi. Ha? Shuni aytaman, namesda, ishlayveramiz. Ha, kadr deydi, oyog'ning ostidan chiqadi kadr deymi? Shunday. Молодец, zo'r. Ana Laboning yugini bosib ko'ramiz. 1 tonna bosib keldingmi? 1 tonna bosib ko'ramiz hozir. Bo'ldi uka, rahmat. Haydi yur. Endi Labo bilan tenglashtira olmaymiz, lekin ukasi-da. Isama mashinangni. Yana rahmat. 46 aytdim, yetmaymi? Ha? Yana 20 olib qayt. Avo. Hep kelar tushirib qo'yadi o'zi. Rahmat uka. Yaxshi. Ya Allah. Ya. Ya. Rahmat. Tek endi. Oh. Так. Сказал бедняк. Nasip qilsa ochmay to'g'ri bosavermaysanmi? To'g'ri bosar ustini ochmay. Doran yuklashver. Hop. Tak 11 bo'ldimi? 11. Qani, ke. Bu yoqdan ke. 12. 13. 14. 15. 750 kilo oldu. Bo'lama ya. Ya bo'lmaydi. Aldına bas bir yana, aldına bir yana. Eline. 17. Kaç dakika? Bir yoqqa tushiraveramiz kurata boshlaydi. Şu yakta mı? Oldu. Hala 20. 20 kiloga ko'rishimiz mumkin, resorimiz qonli javob beradi. 20 qopqa 1 tonna. Endi buning gruzopodiyomisi 500 kilogram.
Lavonam 500 kilo tartadi, lekin 1 tonna bosadi. Endi bismillah deb test qilib ko'ramiz endi. Lekin balonga dam berish kerak ekan. Balonning dami pasaydi. Demak, birinchi balonlarni test qilib, keyin 1 tonna yuk bosishni maslahat beramiz. Xudo xolasa mana uyaltirmasdan harakatni boshladik. 1 tonnani ham bemalol tortadi. Nasib bo'lsa, o'zining manzilini yetkazamiz. Yana 1 krug aylanib qaytamiz. Yana 1 krug. 1 tonna bilan ham yurishini ko'rsating oxirgacha. Nasib. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz yuk bilan. Qancha tortadi, qancha yuradi. Xalqimiz o'zi baho beradi endi texnikani olgandan keyin haydab ko'rib, boshqa etib. Nasib bo'lsa, ketdik. Yurishlari cho'tki. Jonivor mana o'ynab, tashvaqaday, qayiqda yuradi ekan, qayiqday. Qayiq esma tushib ketdi, qayiqda harakatlanganimiz. Gruntovka yo'llarda qayiqda mana shunaqasidan o'ynaveradi. Agalar, kommentlarda o'z fikringizni yozib o'ting. Har bir komment biz uchun muhim. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildik. Mana 1 tonna bilan ham bemalol harakatlanyapti. Hech qanaqa bir boshqacha qiynalayotgan yo to'xtab qolayotgan joyi yo'q. 500 kilogramm, lekin 1 tonna yukni bemalol tortyapti. Ko'rishimiz mumkin, agar balonlarini usilet qilsak, 1 tonnani ham bemalol tortadi, lekin bu hozir 500 kilogrammga mo'ljallangan yumshoq balon qo'yilgan bu labochamizga. 155 70 R12 balonlar qo'yilgan. Laboning original balonlari bilan bir xil, lekin yumshoq variantlar balon. 500 kilogramm yuk uchun mo'ljallangan bu balonimiz. Lekin 1 tonna yuk uchun emas. Mana labonimiz yana harakatda. Bemalol harakatlanyapti. Yuk bosilgandan keyin shovqin ham yo'q bo'ladigan ancha. Gaz bossam, tortaman deyapti. Endi oldimizda mashina bor. Quvib o'tib ketsam, nima bo'lar ekan? Traktorimizni emas, yo'l beramiz. Telefonimiz ham kelib qoldi. Endi uzr so'raymiz, hozir qaytib chiqamiz. Lekin yurishlari yomon emas. Bemalol tortaman deyapti. Tekis yo'lda bemalol qattiq haydasa ham bo'ladi, lekin endi mana bunaqa gruntovka yo'llarda unaqa haydashni maslahat bermaymiz, chunki labochamiz 500 kilogramm yukka mo'ljallangan. 1 tonna yukni ham lekin bemalol tortadi ko'rganingizdek. Xullas harakatda emas. Harakatdamiz. Xudo xolasa o'zini uyaltirmasdan tutyapti. Yomon emas, kutgan natijamizni beryapti texnikamiz. Xalq kutgan ishonchni polni chiqaryapmiz. Nasib bo'lsa, bundan ham yaxshi variantlarni taxlashga, xalqqa taqdim etishga harakat qilamiz. Jayxu Motors kuzatib boring. Like, podpiska bosishni unutmang og'alar. Lekin bir o'zing
haydasang bo'ladi ekan, normalniy shamol skvozняк bemalol harakatlanyapmiz. Texnikamizning kuchi ham yo'q emas. Mana yana bir krok aylanib keldik. 1 tonna yuk bilan ham bemalol harakatlanayotir. Xudo xolasa nasib. Mana kichkina podyomchamiz bor ekan. Chiqib ko'rsatamiz podyomchaga. Oh! Mana podyomga ham bemalol tormozlarni ham bemalol 1 tonna tormozni ham bemalol ushiydi, chunki 4 ta balonda support tormozlar qo'yilgan. 4 ta balon tormoz ushiydi. Faqat orqaga emas, 4 ta balonga ham qo'yilgan. Mana 1 tonna yuk o'zidan 2 barobar yukni bemalol podyomda ham tormoz ushiydi. Marhamat ko'rish mumkin. Endi xudo xolasa basamiz orqaga. Opa! Ağalar qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildik. Ağırlığın çekla. Ağırlığım 65 kilo. 65, men 85. 140 kiloman shunda yana? 140 kilo yuk bilan bemalol harakatlanayotir. Mana ko'rishingiz mumkin, podyomlarga ham bemalol chiqib harakatlanib 1 tonna yukni bemalol tortayotir. Endi ustalarimizga beramiz yukni, xudo xolasa. Qayerga tushirasizlar? Buni eng zo'r yerlari bor bu texnikamizning. 1.10 bo'lgandan keyin любой joyga kirib harakatlana oladi. Ana shu bilan xudo xolasa ventilyatorni o'chirdik. Ağalar qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildik. Xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Like, komment bosishni unutmang. Quyidagi telefon nomerlariga telefon qiling. Albatta siz bilan bog'lanamiz. Onlayn savdo sizga ham qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bepul. Sog'lom bo'ling. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Xudo xolasa keyingi videolarimizda 1000 ta like jinasa 1 tonna yuk bilan necha kilometr yuradigan to'liq bir zaryad bilan to'liq yuradigan ko'rsatib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz.